Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlarga pedagogika psixologiya fani ikkinchi mavzusini, ya'ni pedagogika psixologiya faniga oid bo'lgan bugungi kundagi shaxs tarbiyasining obyektiv va subyektiv degan mavzuni atroflicha tushuntirib o'taman. Mavzuni mohiyati, maqsad vazifalarini sizga hozir batafsil tushuntiraman. Rejalarimizni tanishtirib o'taman. Individ va shaxs tushunchasi birinchi rejamiz, ikkinchi rejamiz shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Bular nimalar? Shaxs rivojlanishiga kishining yoshga bog'liq psixologik xususiyatlari. Shaxs rivojlanishining yosh va psixologik xususiyatlari uchta mavzuni sizga tushuntirib o'taman. Bugungi kunda shaxsni tarbiyalash uchun butun bir dunyo olimlari yoki ota-onalar qayg'uradi. Chunki bugungi kunda barkamol shaxsni voyaga yetkazish uchun juda katta ilmiy ishlar, monografiyalar dissertatsiyalar himoya qilingan. Chunki bugungi kundagi yoshlarimizni kelajagiga aniqlab berish uchun o'sha individdan shaxsgacha bo'lgan jarayonlarni albatta ishtirok etuvchi vosita sifatida albatta bilimlar beruvchi ustozlarimiz, ota-onalarimiz, bugungi kunda mahallalarimiz juda katta nazorat va o'zini funksional vazifalarini bajarib, ilmiy darslarni, ilmiy tadqiqot metodlari asosida tushuntirib boryapti. Buning sababi bugungi kunda o'sha yoshlarni jinoyatchilikni oldini olish, xatolarni qilishda ularni to'g'ri yo'lni ko'rsatib berish, qandaydir o'zini kasbiga, hunariga yoki o'sha o'zini shaxsiy bilimlariga ega bo'lish uchun albatta bugungi kunda olimlar juda katta tadqiqot ilmiy faoliyatlarni olib boradi. Chunki har bir ota-onaning orzusi butun bir O'zbekistonimizda ham bugungi kundagi shaxsni voyaga yetkazish uchun katta bir o'sha o'zini hayotiy yo'liga qadam qo'yar ekan, albatta o'z yo'lini fundamental asosiy jihatlarini bu shaxs odamiylik faoliyatlarini qonun jihatdan ham yaxshi tushunib olish kerakligini ota-onalar juda katta qayg'uradi. Chunki bugungi kunda sababi bugungi kunda ota-onalar shaxs bo'lgungacha tarbiya berishda, o'zlarini odob axloq normalarini, hayotiy faoliyat bilan shug'ullanishda juda katta odamlar harakat qiladi, qayg'uradi. Barkamol shaxs qilib, barkamol shaxs bugungi kunda O'zbekiston qonunlari bo'yicha pasport olgan inson tushuniladi. Lekin ba'zi bir tabobat, ya'ni ba'zidir psixologik pedagogik kitoblarda olimlar, ya'ni shaxs bo'lib bugungi kunda voyaga yetgan, ya'ni dunyo qarashiga ega bo'lgan, yomon yaxshini ajratgan, faoliyatiga ega bo'lgan insonlarni bugungi kunda shaxs deb atashgan. Ya'ni davrda oldinroq so'raydigan bo'lsak, 10-sinf yoki 5-sinf, 8-sinfda ham nima odam shaxs bo'lish mumkinligini, to'g'ri yo'lda, yomon yo'lda ajratib olish bilan bugungi kunda shaxs hisoblanishini aytib o'tishgan. Individni biz tushuntiradigan bo'lsak, bugungi kunda individ, ya'ni chaqaloq, bugungi kundagi bola, o'quvchi, ya'ni maktabdagi, bog'chadagi biz yosh, go'dak, navqiron bolalarni biz individ deb qaraymiz. Individlarni mana ya'ni shaxs bo'lib rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar nimalar? Bugungi kundagi obyekt subyekt tushunchalar, ya'ni odamning tashqi, ichki xususiyatlarining rivojlanishida o'zini psixologik xususiyatlarini tarbiyada ko'rsatadi. Mana shunday narsalarni biz shaxs bo'lib rivojlangungacha individdagi o'rtasidagi bog'liqliklarni tushuntirib o'tamiz. Ular nimalar? Ular bugungi kundagi hayotda erishgan narsalarida, ya'ni ularning dunyo qarashi shakllanishida boshqalarning bugungi shaxslarga ta'sir etuvchi, ya'ni qonun normalari buzilishi, adolatsizliklar yoki bugungi kundagi ularning refleks tarzidagi gapira olmasligi, erkin fikrlarini bayon qila olmasligi, kreativliklarini rivojlanmasligiga va o'z hayotidagi shaxsiy fikrlarini gapirmasligiga olib keladi. Shuning uchun shaxs rivojlanishidagi bugungi kundagi biz rejalar beryapmiz. Psixologik xususiyatlarni ham albatta shaxs rivojlanishida inobatga olish kerak bo'ladi. Chunki bugungi kundagi o'sha bolaning har tomonlama ham jismonan ham ma'nan ham rivojlanishida albatta bu psixologik xususiyatlarning odamlarga bog'liq ekanligini biz o'sha kitoblarda fan nuqtai nazaridan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda tarbiya juda ham muhim hisoblanadi. Albatta shaxsning tarbiyasi butunlay bob shaklda muhim, butun holatda shakllanish uchun tarbiya juda ham muhim hisoblanadi. Bu tarbiyani shakllantirish uchun albatta bugungi kunda 3ta fundamental funksiya bor. Ular birinchisi o'sha ota-ona bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mahalla, uchinchisi ustozlar, ya'ni muallimlar tomonidan 11gacha yoki 11-sinfgacha yoki kollej bitirgungacha asosiy tarbiya oluvchi bo'g'ini vaqti hisoblanadi, umri hisoblanadi. Tarbiya bugungi kunda bilasiz, har bir
ustozlarimiz yoki ota-onalarimiz ularning nazorat qilishi, ularga bir chiroyli narsalarni o'rgatishi, odob axloq normalarini qattiq turib yoki o'sha bir ilm jihatdan isbotlab statistikalarni gapirishi albatta bu o'quvchilarning dunyoqarashiga juda katta sabab bo'ladi.